Og'irdimi, yo'qmi? Og'riq bo'lmadi. Boshida. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Buxoroga Farhod akamiz oldiga soch ektirish uchun kelganmiz. Inshaalloh 3 oydan keyin rezultatini qo'yamiz. Ko'rib bemalol baho bersanglar bo'ladi ishlariga. Hammaga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa uni og'riqsiz, narxlarni ham juda ham zo'r qilib berishgan. Bemalol kelib, o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Bugungi amaliyotimizni xudo xolasa Farhod akamiz tushuntirib beradi. Qanaqa bo'lishini Farhod aka o'z tushuntirib bersangiz. Mana ukamiz Andijondan kelganlar, yoshlari 25 yoshda. 5000 tadan ko'proq graftlarni oldik. 2 etapli amaliyot. Birinchi etapda chizib oldik. Mana chiziqlari, yo'nalishlari. Sochlar orqasi juda ham zo'r edi. Og'irdimi, yo'qmi? Og'riq bo'lmadi. Boshida qo'lda ikkitasida og'riq bo'ldi, ozgina. Ozgina. Ha. Umuman sezilmadi. Taassurotlar yaxshi. Nasib bo'lsa hozir ikkinchi etapni boshlaymiz. Graftlar ajratib olindi. Endi maxsus kanal ochib, ikkinchi etapni boshlaymiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Yaxshi so'z. Uyqum kelyapti.